Toriq surasi Makka da nozil qilingan 17 oyatdan iborat. Toriq Zuhal yulduzi. U bilan qasamyod etib, Alloh taolo har bir insonni turli balo qazolardan qo'riqlovchi maloikalar borligi, ular uning qilmishlarini ham yozib borishlari, Qur'oni Karimning muqaddas ekani, oxirat hodisalari, mushriklar bilan murosa qilish va boshqa ma'lumotlardan o'z bandalarini ogohlantiradi. Mehribon va rahimli Alloh nomiyle. Osmonlar va Zuhal yulduzi bilan qasamyod etaman. Ey Muhammad, siz Zuhal nima ekanini qayerdan ham bilar edingiz? U nuri o'tkir yulduzdir. Har bir jon egasi inson ustida uni saqlovchi va amallarini yod oluvchi farishta bordir. Bas inson o'zining nimadan yaralganiga bir boqsin. U otilib chiquvchi bir suvdan yaralgan. U suv esa otaning pushti kamari va onaning ko'krak suyagidan chiqur. Albatta u Alloh yo'qdan yaratgach, uni qayta tiriltirishga ham qodirdir. Sizlar fosh qilinadigan qiyomat kuni unga Allohning azobidan qutqaruvchi biror kuch ham, biror yordamchi ham bo'lmas. Qasamyod etaman yomg'irli osmon bilan va u sababli donlar va o't o'lanlar uchun yorib chiqish egasi, onasi bo'lmish yer bilanki, shubhasiz u Qur'on haq bilan botilni ajrim etuvchi so'zdir. U hazil, behuda so'z emasdir. Albatta ular kofirlar makr qilurlar. Men ham makr qilurman. Bas ey Muhammad, kofirlarga ozgina muhlat va bir muddat qo'yib